Bu pechenyelarni deyarli 15 yildan beri tayyorlab kelaman. Shu paytgacha bir donasi ham qolib ketmagan. Juda ham mazali, katta kichikka birday yoqadigan ulitka pechenyesi. Ushbu pechenye xamiri uchun qancha sifatli va mazali sariyog' ishlatsangiz, pechenyelar xrustyash, ichisi mayin va og'izda eriydigan bo'lib chiqadi. Men Kalix brendini mazali so'rima sariyog'lardan tayyorlayman. 150 gram sariyog'ni mana shunaqa yumshoq holatgacha eritib, sariyog'ga 120 gram shakar va 1 dona tuxum qo'shamiz. Buni rangi ocharib, shakari eriguncha venchik yordamida yaxshilab aralashtiramiz. Endi meni doimiy tanlovim bo'lgan oliy navli to'ron unidan 260 gram, 1 choy qoshiqdan vanilin shakari va razrixli leledan o'tkazib, qo'lga yopishmaydigan yog'liroq, yumshoq xamir qilib borishimiz kerak bo'ladi. Xamirni teng ikkiga bo'lib, bir qismiga 10 gram kakaoni birlashtirib olamiz. So'ng xamirlarni taxminan 26-24 sm pergament qog'oz ustida bittadan yoyib olishimiz kerak bo'ladi. Yoyib olingan oq xamir ustiga kakaolini qo'yib, xuddi videoda ko'rsatganimdek rulet ko'rinishida iloji boricha zichroq o'rashga harakat qilamiz. Ruletni shu holatda strich paketga o'rab, ozgina qotib olishi uchun taxminan 20 daqiqaga sovutkichga olib qo'yishimiz kerak. Qotgan ruletni 1 sm bo'laklarga kesib chiqamiz. Kesilgan pechenyelarimiz mana shunaqa ajoyib ulitkaga o'xshagan ko'rinishda bo'ladi. Endi buni duxovka listiga orasida kattaroq joy qoldirib taxlab chiqamiz. Pechenyelarimiz oldindan 180 darajada qizib turgan duxovkada tillarangga kirgunicha o'rtacha 20 daqiqa pishirib olinadi. Xil ta'mli, chaynamasingizdan og'zingizda erib ketadigan juda ham mazali pechenyelar bo'lib chiqadi. Buni suv, choy yoki kofelega botirib maza qilib yeyishingiz mumkin. Retseptni o'zingizga saqlanib qilib, albatta tayyorlab ko'ring.